Agar oldin kundalik tutib yoki fikrlaringizni qog'ozga tushirishga ozgina harakat qilib yozib ko'rgan bo'lsangiz, tushungan bo'lsanglar kerak, agar inson yozishni boshlasa, o'zini fikrlarini tartibga solishni boshlaydi. Tasavvurlari kengayadi va o'zini yaxshiroq his qila boshlaydi. O'tgan yili bahorgi semestr tugatganimda Reddit kompaniyasida mentorship programmamni tugatdim va bu programmani bitiruvchilarga kompaniya nomidan barchaga o'sha gift boxlari keldi, ya'ni sovg'a qutilari keldi. Bu sovg'a qutilarining ichida bir qancha narsalar bor edi, mayda-chuyda narsalar va uning ichidan menga mana shunaqa The 5 Minute Journal degan bir kundalik chiqdi. Oldin to'g'risi kundalik tutib ko'rmaganman, ishlatib ko'rmaganman. Shuning uchun katta ehtimol bilan buni ham ishlatmasam kerak degan maqsadda xonamda g'aladonimga solib qo'ydim. Shu bilan keyin qanday qilib bilmadim, o'sha yozning oxirida, avgustning boshlarida, hozir sizlarga aniq sanasi ma'lumot berishim mumkin qachon boshlaganimni. 11-avgust boshlabman. 11-avgustda boshlab qo'limga tushib qoldi 11-avgust kuni. Keyin o'zimga savol berdim, nimaga men uzoq muddatli o'zimga kichkina bo'lsa ham challenge qo'ya olmayman deb. Aslida challenge maqsadida boshladim. Ya'ni o'zimni sabrimni yoki o'zimni muntazamligimni qanchalik kuchli yoki kuchli emasligini tekshirish maqsadida boshladim. Va to'g'risi hozir endi orqaga qarab, mana shu kichkina daftarcha meni hayotimga qanday ta'sir qilganini ko'rib, to'g'risi o'zim hayron qoldim. Bugun shu tajribam haqida gaplashamiz. Jurnalni yuritishni boshlagandan keyin men o'zimda juda ham ko'plab o'zgarishlarni sezdim. Bulardan birinchisi har kuni ertalab kunimni ongli boshlash odati paydo bo'ldi. Ya'ni bunda har kuni ertalab turganingizda 3 ta savolga javob berishingiz kerak. I'm grateful for, ya'ni men nimadan minnatdorman. Keyingi savol, bugun nima qilsam kunim ajoyib o'tadi, kunim mazmunli o'tadi. Keyingisi daily affirmation deyiladi, ya'ni o'zingiz haqqingizdagi ijobiy tasdiq. Buni oddiy tushuntirish iloji bo'lsa, o'sha kunlik o'zingizga shior qo'yib olasiz va shu shior bo'yicha o'zingiz kuningizni tartibga solib o'tkazasiz. To'g'risi, bu savollarga javob berish boshida oson bo'lib tuyulsa ham, vaqt o'tishi bilan men har kuni atrofimdagi mayda-mayda narsalarni sezishni boshladim va ulardan shukronalik hissi menda ko'proq uyg'ondi. Oldin shunchaki yaxshi kun o'tganini his qilgan bo'lsam, hozir hayotimdagi kichkina mayda-mayda narsalarni ham ilg'ay boshladim va bu o'z-o'zidan menga keyingi o'zgarishni olib keldi. Bu mas'uliyat hissining oshishi. Chunki bunda har kuni ertalab turganingizda mana shu 3 ta savolga javob berganingizdan keyin kechki payt bugungi kuningiz haqida, bugungi kuningiz qanday o'tgani haqida va nimalar o'rganganingiz haqida yozishingiz kerak. Kechqurun jurnalni yopganimda o'zimdan so'rayman, bugun nimadir o'zgartirdimmi yoki bugun kunni yaxshi o'tkaza oldimmi degan savolni beraman. Agar hech qanaqa bu savollarga javobim bo'lmasa, o'zimdan xafa bo'lishni boshladim. Bu esa kundalik harakatlarimni tartibga solishimga juda katta yordam berdi. Biror kitob varaqlash yoki yangi narsa o'rganish yoki hech bo'lmaganda oldin e'tibor bermagan oddiy narsalarimga e'tibor berishni boshladim. Va bilasizlarmi, mana shu jurnal, oddiy kundalik menga eng muhim narsani o'rgatdi, ya'ni yozish madaniyatini o'rgatdi va nafaqat yozish madaniyati, yozib kunimni o'zimni tahlil qilish odatini, madaniyatini o'rgatdi. Avvallari fikrlarimni qog'ozga tushirishga odatlanmagandim, lekin hozirgi kunda to'g'risi agar yozmasam, xuddi o'zimdan nimanidir yo'qotib qo'ygandek his qilaman, nimanidir qoldirib ketayotgandek his qilaman. Qiziq tomoni shundaki, buni yozish jarayonida men o'zim haqimda juda ham ko'p narsalarni bilib oldim. Masalan, jurnalni yuritishni boshlaganimda ba'zan bugun nimanidir o'rgandimmi degan savolga javob topa olmasdim. Demak, kun davomida shunchaki yashab, hech qanaqa yangi tajriba o'rganmasdan kunimni behuda sarflagan bo'laman va bu meni har kuni bitta narsa o'rganishimga majburladi.
Endi esa men har kuni biror qiziqarli fakt yoki tushunchani ustida fikr yurita boshladim. Chunki bilaman, kechki payt men kundalikka nimadir yozishim kerak, nimadir o'rganganim haqida va kunimni qanday o'tkazganim haqida yozishim kerak. Va bu kunimni yanayam mazmunli va produktiv o'tkazishimga yordam berdi. Bu kundalikni yuritishni boshlaganimda, ya'ni o'sha jarayonda boshqalarning fikrlarini ham bilish maqsadida Reddit va Amazonlarda odamlar, insonlar o'zlarini bu kundalik haqida o'zlarining fikrlarini qoldirishgan, ya'ni review deyiladi. Reviewlarni qoldirishgan. Ularni o'qib chiqdim va ulardan katta qismi aytishlari bo'yicha ularda ham bu kundalikni yuritishni boshlagandan keyin hayotini ijobiy tarafga o'zgarganini ta'kidlab o'tishgan. Masalan, kimdir bu kundalikni yuritishni boshlagandan keyin qandaydir depressiyalardan chiqqanini yozgan bo'lsa, boshqalari kunini shunchaki mazmunli o'tkazishga yordam bergan va qandaydir ma'noda motivatsiya bergan deb sharh qoldirishgan. Lekin hamma ham bunday natijaga erishmagan. Ba'zilari aytishgan, bir oy yuritgandan keyin menga qizig'i yo'q deb tashlab qo'yishgan shunchaki. Va boshqalari aytishgan, har kuni bir xil savollarga javob berishdan zerikdim degan. Va o'sha Amazon, Reddit'dagi sharhlarni o'qib bir narsani xulosa qildim. Bu narsa hech qanaqa qandaydir sehrli bir narsa emas yoki hammaga ham ijobiy ta'sir qilmaydi. Buni ta'siri asosan siz bunga qanaqa yondashganingizga bog'liq. Misol uchun menga foydasi tegdi. To'g'risini o'ylab qarasam, oldin umuman kundalik yuritishga odatlanmagandim, lekin mana shu jurnal orqali yangi odatlar shakllantirdim va kelajakda yana bu kundalikni tutishni davom ettirishni xohlayman hozir. Xo'p, xulosa va tajribalarim haqida qisqacha oxirida video so'ngida aytib o'tib ketmoqchiman. Agar hayotingizga biroz tartib kiritmoqchi bo'lsangiz yoki kuningiz qanday o'tganini yaxshiroq o'rganishni istasangiz, mana shu The 5-Minute Journal sizga juda ham zo'r boshlanish bo'lishi mumkin. Buni sotib olishinglar ham shart emas. O'zi aslida bemalol o'zingizlar har kuni yozib tugatishinglar mumkin. Varoqqa shunchaki varoq bilan urishga bo'lsa bo'ldi. Muhimi, har kuni 5 daqiqa vaqt ajratib, mana shu 5 ta savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Siz nimadan minnatdorligingiz? Ikkinchisi, bugun nima qilsangiz kuningiz mazmunli va yaxshi o'tadi. Uchinchisi, daily affirmation, ya'ni o'zingiz haqingizda bo'lgan ijobiy tasdiq, ya'ni kunlik shior va kechki payt tushganda kuningiz qanday o'tgani va nimalar o'rganganingiz haqida yozib borishingiz. Bunga unaqa ko'p vaqt ham ketmaydi. Har kuni o'sha tepasiga yozasiz. Bugun men nimadan minnatdorman? 3 ta kategoriya qilib olasiz. Birinchisi ertalab turganimdan, ikkinchisi ko'zim borligidan, uchinchisi qo'lim borligidan yoki musulmon bo'lib yaralganimdan yoki shunga o'xshagan mayda-mayda narsalardan minnatdorligingizni mana shu daftarga yozib borasiz va undan keyin kunim ijobiy o'tishi uchun nimalar qilishim kerak degan savolga ham 3 ta 1 2 3 deb qo'yib, birinchisiga o'zim ustimda ishlash, ikkinchisiga ko'proq kitob o'qish, uchinchisiga misol uchun 5 vaqt namoz o'qish. Shunga o'xshagan narsalarni yozib borasiz va kechki payt kuningiz qanday o'tgani haqida qiziqarli qanaqadir voqealar bo'lgan bo'lsa ularni yozib va bulardan nimalar o'rganganingiz haqida yozib borsangiz, o'ylaymanki juda ham o'zingizni yengil his qilasiz. Bu jarayon sizga o'zingiz haqingizda juda ham ko'plab ma'lumotlar beradi va kichik o'zgarishlar orqali hayotingizni ongli ravishda yaxshilashga yordam beradi. Meni shaxsiy tajribam shuni ko'rsatdiki, kundalik yuritish o'z ustingizda ishlashingiz uchun eng oson, lekin samarali usullardan biri ekan. Agar boshlamoqchi bo'lsangiz, bir haftalik eksperiment qilib ko'ring. Har kuni ertalab va kechqurun jurnal to'ldiring. Bir haftadan keyin o'zingizni qanday his qilayotganingizga e'tibor berib ko'ring. Balki bu kichik odat hayotingizni menikiga o'xshab o'zgartirishi mumkin. Shunday qilib, Reddit'dan kelgan menga shunaqa oddiygina, kichkinagina bitta kundalik o'zimni hayotimni tahlil qilib chiqishga, o'zimni kunlarimni tahlil qilib chiqishga, o'zimni ustimda yana ham ko'proq ishlashimga, hayotim biroz bo'lsa-da yaxshilagan vosita bo'lib chiqdi.
Shu kundan boshlab men uchun yozish shunchaki bir daftar to'ldirish emas, balki o'z hayotimni anglash va o'zim bilan ko'proq muloqot qilish vositasiga aylandi. Sizlarga ham tavsiya beraman. Agar shuni sinab ko'rib, sizlarda ham foyda bersa, juda ham xursand bo'laman. O'zi asosiy bugungi videoni maqsadi ham shu. Bo'lmasa, rahmat katta hammaga, sog' bo'linglar.